Prezident Konstitutsiya bayrami arafasida 334 nafar shaxsni afv etdi. Ozodlikka chiqqan mahkumlarning taassurotlari bilan o'rtoqlashdik. O'z nima deyishdan bilmayman to'g'risi. Obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla. Eng chekka hududlarni da obod etayotgan dastur haqida so'z yuritamiz. Shaharlarga havas qildik. Onlaydashki shaharlarimiz Qishning sovuq kunlari boshlandi. Barqaror energiya ta'minoti borasida qanday ishlar olib borilyapti? Qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish uchun 18 ta chora-tadbir ishlab chiqdik. Bu 18 ta chora-tadbirni hammasi Bugun haftaning shu va boshqa muhim voqealar haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum. Efirda Yangi zamon dasturi, studiyada men Jahongir Olimov. Yakuniga yetib borayotgan hafta davomida mamlakatimiz bosh qomusi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 31 yilligi keng nishonlandi. Sana munosabat bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev jazo muddatini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni afv etishga qaratilgan farmonni imzoladi. Kechirimlilik, insonparvarlik siyosati tamoyillarini o'zida mujassam etgan ushbu hujjatga ko'ra 334 nafar shaxs afv etildi. Dastlabki lavhamizda muddatidan avval ozodlikka chiqqan bir guruh hamyurtlarimizning quvonchi-yu taassurotlari bilan o'rtoqlashamiz. Qamoqning bir kuni ham, bir daqiqasi ham qamoq. Buni mahkumlik azobini totib ko'rgan insonlargina his qila oladilar xolos. Pushaymonman, bir marta imkoniyat bersa qayta bunaqa jinoyat yo'liga kirib, qayta bunaqa xato qilmasdim. Bolalarimga yaxshi ona bo'lib, bolalarimni tarbiya qilib o'tirardim uyimda. Bu bolakayning murg'ay qalbi hayotidagi quvonchli voqeani idrok etolmas, biroq onasining quvonch yoshlarini tushungandek xotirjam. Sizga hozir xushxabar aytaman. Prezidentimiz sizga afv berdilar. Rahmat aytaman prezidentga, hammaga. O'z nima deyishdan bilmayman to'g'risi. Toshkent viloyatidagi ayollar manzil koloniyasida jazosini o'tayotgan ayol uchun afv etish haqidagi prezident farmoni uzoq kutilgan quvonchni berdi. Minnatdorman menga yana bir marta imkon berib, shu ozodlikka chiqishimga, muddatimdan oldin ozodlik berganlari uchun rahmat aytaman prezidentimizga. Prezidentimizning farmonlariga asosan afv etildingiz. Aslida bu yerdagi odamlar uchun bundan-da yaxshiroq xushxabar yo'q. Ming rahmat bolalarimni inobatga olib meni kechirganlariga chin ko'nglimdan rahmat. Qilgan ishlarimdan ming pushaymonman. Prezidentimizdan kechirim so'rayman. Prezidentimga ming rahmat qizimni afv etgani uchun. O'zim nazoratimda bo'ladi. Endi hech qachon bunaqa ishlarni qilmaydi. Hammalariga ming rahmat. Uyda hammalar kutib o'tiribdi. Borsam inshaalloh halollik bilan ishlab, halollik bilan pul topib, oila bola chaqamni o'zim qo'llab-quvvatlayman. Hayot yo'llari turfa xil. Ba'zan o'nqir-cho'nqir, ba'zan past-u baland. Bu yo'llarni hamma ham bir tekis bosib o'tolmaydi. Kimdir qoqiladi, kimdir yiqiladi. Yana kimdir esa bilib-bilmay xatoga yo'l qo'yadi. To'rt devor ortida yashashga mahkum bo'lganlar taqdiri bunga misol. Umr yo'llarida to'g'ri yo'lni yo'qotganlar jazoni ijro etish muassasalarida ekanining o'zi og'ir. Lekin oilasi, yaqinlari bag'ridan uzoqda, mehridan ayro, mosuvo yashashning o'zi ularga berilgan jazodan ham og'irroq aslida. Shuncha o'tgan vaqt mobaynida oilani, ozodlikni qadriga yetdim. Bu yoqda topganlarim yo'q, lekin yo'qotganlarim anchagina. Biroq qanday bo'lmasin, ularning bari avvalo inson. Har birining qadri, sha'ni, huquq va manfaatlari bor. Shu bois ular doim davlatimizning e'tiborida, himoyasida. Prezidentimiz tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatdan ming afsuski hamma ham to'g'ri qabul qilmagan. Yana bitta shu yerda quvonarli jihat deb aytish mumkinmi bilmadim. Afv bilan ozod etilgan shaxslardan barmoq bilan sanarlisigina qayta jinoyat sodir etib qaytib kelgan. O'sha o'zbek xalq naqllari bilan aytganda guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Shuncha yaratilgan imkoniyat, prezident tomonidan berilgan o'sha afvni
mazmun mohiyatini tushunmagan holatda yana qayta jinoyat sodir etgan shaxslarimiz ham bor. Aytib o'tganimdek, bular barmoq bilan sanarligina, bu xursand bo'ladigan jihatimiz. Uning zamirida insonparvarlik, kechirimlilik, bag'rikenglik kabi tushunchalar yotadi. U inson hayotida nechog'lik qadrli hujjat ekanini esa yaqinlar diydoridan uzoqda ozodlikni kutib yashaganlargina biladi. Jigarbandlarning ismi ozod etilganlar ro'yxatida borligidan xabar topganlar shu ondayoq muassasaga kelgan. Ularning hayajon to'la nigohi, quvonch ko'z yoshlarida endi xotirjamlik borligini his etish qiyin emas. Ular afv uchun cheksiz minnatdorchilik bildirishdan, o'zlariga bildirilgan ishonchni oqlashga va'da berishdan charchamaydi. Prezidentimiz bizni birgina afvlari kechagina mahkum edim. Bugun ozodlik shabodasi tegib turibdi. Bizga imkoniyat yaratib berganlari uchun mingdan ming rahmat aytaman. Davlatimiz rahbari Konstitutsiya kuni munosabati bilan 334 nafar mahkumni afv etdi. Afv etilganlarning 18 nafarini chet el fuqarolari, 15 nafarini 60 yoshdan oshgan erkaklar, 23 nafarini ayollar, 88 nafarini taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashganlar tashkil etadi. Bu so'z kimlar uchundir u qadar ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin, ammo oramizda tunlar uxlamay uni kutganlar, u uchun ko'z yosh to'kkanlar bor. Ular har bayram afvni kutgan. Poytaxtning Olmazor tumanidagi Nihol mahallasida yashovchi Nig'matilla G'ofurov diniy mazmundagi videolar tarqatganlikda ayblanib, qamoqqa hukm qilingan. O'tgan yili mening telefonimdan o'sha haqiqatan tarqalgan telefonimni Facebook ko'rayotganimda bosib ko'rgan ekanman. Chunki men o'zi telefonim yaxshi ishlamagan. Padilitsiya knopkasini bosib ko'rganman. Gapirib qoldi, shu padilitsiyani bosmanglar, bu tarqatilish jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi dedi. Shuni hisobiga sudlandim. G'ofurov jazo muddatini o'tagan Qarshi shahridagi jazoni ijro etish muassasasi mas'ullari uning oilasiga chinakam bayram tuhfasini tayyorladi. Kutilmaganda kirib kelib bayram tabrigi bilan cheksiz quvonch olib keldi. Bu mashinada o'tirganiga yetaklab olib kirishdi. Shu bilan so'yinib ketdi, yig'lab ko'rishib, shunaqa hech kutmagan narsamiz bo'ldi. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamagan edik. Ozodlik baribir. Ozodlikka hech nima yetmaydi. Odamlar hammalari janjollari sobiq davlatimizga sodiq farzandlar bo'lishini. Assalomu alaykum. Oy jonim, bular yozdirsa deb o'tirishdi. Umri uzoq bo'lsin jonim bolam. Bu kunlar kun sanab kutdim-da. Rosa kutdik-da bunaqa bo'lishini-da. Prezidentimizga rahmat. Hammamizdan bizani o'ylab, o'g'limni o'ylab, bitta bu deb hamma oila aziyat chekyotdi-da. Bu kunni hammamiz kutyotdik-da. Bolam, rosa sog'indim. Prezidentimizning afv etish to'g'risidagi farmoni qanchadan qancha ko'ngillarga shodlik, oilalarga halovat va ro'shnolik ulashdi. Bu chinakam insonparvarlik namunasi, yuksak bag'rikenglik ifodasidir. Mo'tabar Nurmuhammedova, Abbos Mustafaqulov, Zohid Mamasoliyev, Yangi zamon dasturi uchun maxsus. Prezident topshirig'iga asosan respublikamiz bo'ylab obod xonadon, obod ko'cha va obod mahalla dasturi doirasida ulkan bunyodkorlik ishlari olib borilyapti. Hududlar infratuzilmasi yaxshilanmoqda. Bu ishlarda birinchi navbatda eng chekka qishloqlar, og'ir hududlar qamrab olinayotgani alohida ahamiyatga molik. Navbatdagi reportajimizda mazkur dastur asosida obod maskanga aylanayotgan manzillar haqida so'z boradi. Qoraqalpog'iston Respublikasining Bo'zatov tumani Aspantay ovul fuqarolar yig'ini ko'p yillardan buyon odamlarni o'ylantirgan muammolar va kamchiliklarni hal etish bo'yicha jiddiy bel bog'landi. Ushbu mahallada obodonlashtirish ishlari amalga oshirilib, obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlari asosida 1.9 kilometr piyodalar yo'lakchasi, 28 dona tungi yoritish chiroqlari va beton ustunlar o'rnatildi. 8 kilometrlik ichki yo'llarga shag'al yotqizildi. Aholiga va ijtimoiy soha obyektlariga 72 tonna ko'mir yetkazilib berilib, bolalar maydonchasi obodonlashtirildi. Mahallada Farg'ona viloyati hokimligi homiyligida yangitdan barpo etilgan 12 sonli bolalar bog'chasi foydalanishga topshirildi. 60 nafar bolani o'z bag'riga olgan yangi bog'chada 8 nafar fuqarolarning ish bilan bandligi ta'minlandi. O'zgarishlar ko'z oldida sodir bo'layotgan odamlarning ko'rib turganingizdek quvonchi cheksiz.
Qoraqalpoq-ku yurtimizning eng olis hududi, ammo Toshkent viloyatining Piskent tumani Suvti mahallasida ham uzoq yillardan buyon yechimini kutayotgan masalalar talaygina edi. Mas'ullarning ko'magi va odamlarning birgalikdagi harakatlari tufayli bu vaqtgacha imkonsiz deb bilingan muammolar hal etildi. Bugungi kunda prezidentimiz tashabbusi bilan inson qadri tamoyili asosida bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Xususan viloyatimizdagi 5 ta tumanlarda 5 ta mahalla tanlab olindi va xatlov o'tkazildi va u yerda bunyodkorlik ishlari olib borildi. Har bitta mahalla uchun respublikamiz byudjetidan 1 milliard mablag' ajratildi. Qolgan mablag'larni esa homiylik asosida mablag'lar jalb etildi. Bu albatta xatlov natijasida tuman markazidan biroz uzoqroq edi va esa biroz e'tibordan chetroqda qolib ketganligi uchun infratuzilmasi biroz ortda qolganligi uchun mana shu mahallalar tanlab olingan. Nafaqat mahalladagi infratuzilma bilan bog'liq muammolar, balki har bir xonadonning ahvoli ham o'rganildi. Ehtiyojmand fuqarolarning xonadoni ta'mirlandi. Shaxsiy tomorqasiga 90 bosti ekinlari ekib berildi. O'z tashabbusi bilan xonadonini obod qilib, mahallaning husniga ko'rk bag'ishlagan odamlarning mehnati, tashabbuskorligi esa rag'batlantirildi. Mana salkam 70 ga kirgan bo'lsam, hali bunaqa o'zgarish bo'lgan emas o'g'lim. Xudoga shukr, o'zim nuroniylar kengashi a'zosiman-da, har bitta xonadonni o'zimiz qabul qilib oldik. Bu tilman ta'riflash qiyin. Hammasi chiroyli. Qaysi davlatda o'zining uyini o'zi ta'mirlaganga mukofot beriladi? O'zbekistondan boshqa. Qoyil qolish kerak. Bizda hozir hech qanaqa muammoning o'zi yo'q. Hammasi chiroyli bo'ldimi? Ichki ko'chalar bormi? Hammasi asfalt bo'lib, juda chiroyli. To'liq yomon ko'chalar ham bo'lgan. Hozir shunga kirsangiz havas qilasiz. Mahalla binosini ayting. Shuningdek, hududda istiqomat qiluvchi 2759 nafar aholi uchun yengil konstruksiyali yangi tibbiyot punkti tashkil etildi. Viloyat va tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasining malakali tor mutaxassislarini jalb etgan holda tibbiy ko'riklar o'tkazildi. Mahalla ahli uchun yangi kutubxona ham tashkil etildi. Mazkur ishlar uchun byudjetdan jami 1 milliard so'm mablag' sarf etildi. Shu yerda yashaydigan aholini bir necha yillik orzusi amalga oshdi. Mahalla tibbiyot punkti ochildi. Oldin bu yerda yashaydigan aholi 10 kilometrdan uzoqroq joyga borib, tibbiy maslahat olishar edi. Piskent tumanining markaziy poliklinikasiga borib, tibbiy xizmatlarni olishar edi. Mana endi bu aholiga o'zlarini yashaydigan joylarda shunaqa chiroyli, hamma qulayliklarga ega bo'lgan tibbiyot punkti ochildi. Bunyodkorlik ishlari Sirdaryo viloyatida ham olib borildi. Oqoltin tumanida joylashgan Mustaqillik mahallasiga hozir kelgan odam katta o'zgarishlarning guvohi bo'ladi. Holbuki, bundan bor yo'g'i 3 oy oldin ham bu yerdagi ahvol juda achinarli, bu odamlar kayfiyatiga ham o'z ta'sirini o'tkazgan edi. 16 ta ko'p qavatli uylar mukammal ta'mirdan chiqarildi. Sport maydonchalari bu yerda yashovchilar uchun tandirxonalardan tortib, hammomgacha qurib berildi. Mahallasi obod, ko'chasi ko'rkam, xonadoni fayzga to'lgan odamlar esa o'z minnatdorchilik bildiradi. Ayollar daftarimizga 88 ta ayollar kiritilgan bo'lib, shulardan 30 nafari ishsizlar bo'ladi. Ishsizlarimiz 22 nafariga subsidiya asosida tikuv mashinalari berildi. Qolgan ayol ishsiz ayollarimizga esa o'quv kurslarida o'qitilib, tekstillarga, tikuv sexlariga ishga kirdi. 3 oy oldin bir kelganimizda, shu mahallalarda o'rganganimizda haqiqatda mana shu mahalla mana shu hozirgidaqa holatga juda ham muhtoj edi. Sababi birinchidan markazdan uzoqroq hududda bo'lgan. O'ziga yarasha mana shu qiyinchiliklar, turli xil yo'nalishda, yo'l yo'q, elektrda muammo bor. Mana oddiy maishiy muammolar ham ko'p edi. Shunga kelib butun viloyatda respublikaning ishchi guruhi o'rgangandan keyin harakat boshlandi va muhtaram prezidentimiz mana shu islohotlari juda ham mana shu birinchi o'rinda bitta g'oyaki mana shu inson qadri va xalqni rozi qilish. Endi mana bugungi kayfiyatni, bugungi bayramni buni men izoh qilishim shart emas. Buni o'zi odamlarni o'zi ham ko'rib turibdi. Endi bu bizga eng asosiysi mana shu xalqning farovonligi. Shuningdek, 24 ta simyog'ochlar beton ustunlarga almashtirildi. Yana 24 ta qo'shimcha beton ustunlar, yangi transformator o'rnatilib, sip kabellar tortildi. Tantanali marosimda ana shu qilingan bunyodkorlik ishlari inson qadri uchun tamoyili asosida olib borilgan sa'yi harakatlar e'tirof etildi. Bu ishlarda jonbozlik ko'rsatgan mas'ullar va mahalla aholisining bir guruhi qimmatbaho va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Imkoniyati cheklangan bir guruh yurtdoshlarimizga homiylik asosida sunnat to'ylari qilib berilayotgan bolajonlarga sovg'alar ulashildi. To'kin dasturxon yozildi. Endi mana Allohga shukr
umuman tasavvur qilolmayapman-da men. Hali mana aydan nima bo'ldi, yig'lavordim rostini aytsam. Bo'ladi ekanda mana endi shunday qilib yashasa biz ham rosa shaharliklarni havas qilardik. Allohga shukr, shaharlarni o'tishdik. Ming rahmat. Odamlar o'zgarishlarning, islohotlarning samarasini ertaga emas, bugun his qilishi kerak. Davlat rahbarining joylardagi mas'ullar oldiga qo'yayotgan bunday talabi va hududlarni obod etish bilan bog'liq bergan topshiriqlari bugun nafaqat infratuzilmani yaxshilashga, balki butunlay yechimsiz deb bilingan muammolarning hal etilishiga, odamlar turmushini yanada yaxshilashga xizmat qilyapti. Elyor Gurugliyev, Aydus Yerbekbayev, Abbos Mustafaqulov, Bobir Yo'ldoshev, Yangi zamon uchun maxsus. Meteorologlar dekabr oyida mamlakatimizda nisbatan iliq harorat kuzatilishini prognoz qilgan bo'lishlariga qaramasdan, qishning sovuq kunlari yakuniga yetib borayotgan hafta davomida boshlandi, qor ham yog'ib ulgurdi. Hech kimga sir emas, bunday ob-havo sharoitida energiya resurslariga bo'lgan talab va ehtiyoj sezilarli darajada ortadi. Xo'sh, mamlakatimizda barqaror energiya ta'minoti borasida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Ixtiyor Siddiqov jarayonlarni kuzatdi. Ayni kunlarda O'zbekistonda sovuq ob-havo hukmron. Qilichini yalang'ochlagan qish go'yo qo'shin tortib kela boshladi. Toshkent issiqlik elektr markazida faoliyat yuritayotgan Bahodir Saif esa bu kurashga qattiq bel bog'laganlardan. 41 yillik tajribaga ega usta energetik poytaxt aholisining eng katta qismiga ham issiqlik, ham elektr energiyasi yetib borishiga bosh qoshlik qilmoqda. Qish vaqti bizda eng mas'uliyatli vaqtga keldi. Xalqimizga o'z vaqtida o'sha elektr energiyasini, issiqlikni yetkazib bermasak, bu ham bo'lmaydi. O'shanga harakat qilamiz. O'sha elektr energiyani ham, issiqlikni ham nima deydi, sifatli qilib uzatishga. Qalovini topsang qor ham yonadi deyishadi. Bolalikda turli sohalarga qiziqqan Bahodir Saif kutilmaganda yuz bergan kichik ko'ngilsizlik ortidan keyingi hayot yo'lini topdi va u salkam o'ziga jiddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ko'rinmas yovga do'st tutindi. Men lyochik bo'lishga, doktor bo'lishga qiziqqanman. Ulardan endi oxirida eng qizig'i to'kirgan, o'sha sohaga keyin qiziqishim oshib, shu sohani tanladim. 41 yildan beri shu sohada ishlayman. Uni hayotimni mazmuniga aylangan elektr sohasi. Bahodir Saif faoliyat yuritayotgan Toshkent issiqlik elektr markazi poytaxtimizdagi asosiy energetika korxonalaridan biri hisoblanadi. Uni poytaxt markaziy tumanlarini elektr energiyasi bilan ta'minlash barobarida issiqlik energiyasi yetkazib beruvchi asosiy energiya inshoot deyish mumkin. Korxonada kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida bir qator ta'mirlash va rekonstruksiya ishlari bajarilib, quvvatlari oshirilgan. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish uchun 18 ta chora-tadbir ishlab chiqdik. Bu 18 ta chora-tadbirni hammasi 100% amalga oshirildi. Bizdagi bu qozonlar, suv isitish qozonlarini joriy ta'mir, o'rta ta'mirlarni mukammal darajada amalga oshirdik. Asosiy maqsad aholiga uzatilayotgan issiqlik hamda elektr energiyasini uzluksiz ta'minlab berish. Shuningdek, markaz hududida yana umumiy qiymati salkam 110 million AQSh dollariga teng investitsiya loyihasi doirasida har birining quvvati 32 megavat bo'lgan ikkita gaz turbinasi qurilmasi bunyod etilmoqda. Bu qurilmamiz kam gaz sarf qilib, ko'proq elektr energiya ishlab chiqarishdan iborat. Loyiha asosida har bitta gaz qurilmasining 9-10 ming gaz sarfiga 32 megavat elektr energiya ishlab chiqariladi. Bu o'z navbatida ham gaz sarfini hamda suv sarfini hisob qilishga olib keladi. Turkiyaning Chalik Energy kompaniyasi pudratchiligi asosida amalga oshirilayotgan loyiha 2024-yilning 1-choragiga qadar ishga tushirilishi belgilangan. Bu loyihadan maqsad albatta ham iqtisodiy tarafdan, ham aholiga uzatilayotgan issiqlik hamda elektr ta'minotini uzluksizini ta'minlash maqsadida amalga oshirilyapti. Ma'lumki, qish mavsumida eng katta bosim issiqlik elektr stansiyalariga tushadi. Bu davrda esa har bir xodim ko'plab bayramlarni oila davrasida emas, ish joyida qarshi olishadi. Bahodir Saif esa e'lon qilingan 3 kunlik dam olish kunlarini ham jamoa bilan o'tkazdi. Nechta bayram kutilgansiz ishxonada? Voy, rosa ko'p. Juda ko'p. Ketma-kel bir 4 yil, 5 yil yangi yilda jetib bo'lganman. Mas'uliyat bayramlarda 2 barobar oshadi. Negaki, mana ish kunlari hamma rahbariyatlar bu yerda ishonasiz ularga, ishonib qolasiz. Bayram kunlari hamma narsa bizani yelkamizda bo'ladi. Mas'uliyat juda ham kuchli. Ixtiyor Siddiqov, Abbos Mustafaqulov, Yangi zamon dasturi uchun maxsus. Siz Yangi zamon dasturini tomosha qildingiz. Boshlanayotgan hafta omadli va barokatli kelsin. Omon bo'ling.